Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun sizlar bilan sir ochilib ketmaydigan sayqalda eng ko'p sotiladigan kasharli kofta, ya'ni pishloqli kofta tayyorlaymiz. Qandoq bo'lsa shunda ko'rsatamiz. Koftalarga aynan mana shunaqa paysiz, yog'siz laham mol go'shtini ishlatamiz. Sersuvligi va mazaliligi uchun oz miqdorda qo'y go'shtini ishlatamiz. O'lchab qo'yilgan bizning maxsus ziravorlarimiz, ya'ni spetsiyalarimiz bor. Bu spetsiyalarni endi go'shtga qo'shamiz. Endi bo'lsa yaxshilab aralashtiramiz. Endi bo'lsa go'sht maydalagichdan chiqarib olamiz. Birinchi go'sht maydalagichdan so'ng go'shtlarimizni yaxshilab mushlab olamiz. Endi bo'lsa ikkinchi marta chiqarib olamiz. Endi bo'lsa qiymamizni yarim soat davomida xalzingda dam oldirib olamiz. Kasharli koftamizga haqiqiy gavda pishloqni ishlatamiz. Tayyor bo'lgan qiymalarimizni 60 grammdan uzib dumaloqlab olamiz. Plyonkaning ustiga qo'yamiz va yopamiz. Endi bo'lsa yaxshilab tekislab olamiz. Mana shunaqa tekislab olganimizdan so'ng o'rtasiga pishloq qo'yamiz. Oysimon shaklda yopib olamiz. Bu koftalarimizni endilikda ko'mirli mangalga qo'yamiz va ustini qizartirib pishirib sizlarga, ya'ni mehmonlarga taqdim etamiz. Ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Endi